Assalomu alaykum. Qadrli Instagram kuzatuvchilari, qadrli yurtdoshlar. Navbatdagi xonadonimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Qolaversa bu yerda e'tibor berishlarini so'rab qolaman. Ushbu xonadonimizni ham bunaqangi chiroyli holatda bitkazib berganmiz. Bu tomoniga bergan bo'lsa, bu tomoni uchalarni bunaqangi ko'chalardan oliy holatda qilib bitkazib berganmiz. Videoni birinchi qismini ushbu birinchi ko'rsatgan xonadonimizdan boshlab beramiz arzorlarni. Ushbu xonadonimizga shunaqangi shapkalariga pianino fasonda qilib, qolaversa ko'chadagi kazirovlarga bunaqangi chiroyli holatda qilib bitkazib berganmiz. Choklariga alohida ahamiyat beraverasizlar. Chiroyli holatda qilib bitkazib berganmiz. Qolaversa dorixonalariga shunaqangi olchafon fasondagi ishlardan qilib qo'yganmiz. 2026-yildan trenddan tushmagan fasonda. Ushbu xonadonimizga jami 580 kvadrat olchafon xizmatlarini qilib berganmiz. 1 kvadrat narxi 120 ming so'mdan barcha xarajatlari qilib berganmiz. Ushbu xonadonimizda remontdan keyingi holatini olaylik deb bizga arzonlashtirmagandik. Şimdi şöyle baho beraverasizlar. Kanalimizga yangilar, kanalimizga a'zo bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kanalimizga yangilar, shunchaki kuzatmasdan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, kuzatib turasizlar. Bundan chiroyli ishlarimizni, video obzorlarni bundan buyoqqa qo'yib boramiz. Kimga shunaqangi chiroyli holatda tunja fon ishlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Nomerlarga aloqaga chiqib bog'lanaverasizlar. Shunaqangi xizmatlar bo'yicha hozirgi paytda Farg'ona viloyati bo'ylab xizmatlarimizni amalga oshirib boryapmiz. Xo'p, ushbu xonadonimizga tunja fon mahsulotlari 035 metrga Xitoy tunja mahsulotlaridan ishlatganmiz. Aytib o'tganimdek, ushbu xonadonimizga 570 kvadrat tunja fon mahsulotlari ishlatganmiz. Xo'p, narxlarga keladigan bo'lsak, 68 million 500 ming so'mga shunaqangi holatda chiroyli qilib bitkazib berganmiz. Qolaversa, yaqindan beri videolarimda e'londan beri ketyapman. E'tiborga bergan bo'lsalaring, shunaqangi kimga tayyorlayotgan xizmatlari, qolaversa bunaqangi chaqirib o'rtatgan xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerda ekranda nomerlarga aloqa chiqasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni bitkazib beramiz.